Endi yengili o'rtoqli xo'jayinim o'zlari yo'q bo'lganlari uchun mana shu Range Rover mashinalarini sotuviga qo'ydim. Birinchi klientga sotib yuboraman. Qaranglar, shunaqa chotki mashina bu ham. Prosta endi hozir o'zlari olgan mashinalari ham zo'r. Bizning oilamizga ikkita mashina yetadi. Ularni ko'ndirdim. O'zi buni umuman sotmoqchi emas edilar. Lekin juda ham zo'r mashina. Range Rover men to'g'risi oldin qiziqmaganman, lekin xo'jayinim haydaganlaridan keyin menga juda ham yoqib qoluvdi bu mashina. Qaranglar, shunaqa chotki, hamma yo'llari idealniy turibdi. Xullas, narxi bilan qo'yaman. Kimga qiziq bo'lsa, birinchi telefon qilgan odam bilan xudo xolasa kelishib sotib yuboramiz. Xo'jayinim kelgunlaricha bo'pti, o'zing sot dedilar. O'zim to'liq ma'lumot, men bu nomer qoldirdim, shunga telefon qilsanglar